Bugungi to'y xizmatimizdan aynan bugunning o'zida zakaz etildi va aynan bizdan prank atib, ya'ni tortimizni yiqib turib kirishimizni so'radilar. Va biz buni Davr tort jamoasi chiroylatib turib kirgizib berdik. Oxirida mijozimizni o't bilan qo'yib o'tamiz. Bugün ham to'yimizda prank video ishladik, ya'ni tortimizni yiqib berib, izimda haqiqiy tortni kirizdik. İş akşamız bizlere bir zakaz verdiler, akşamda emotsiyalarını alamiz, o'z fikrlarini alamiz. Bugün neobычный to'y bo'ldi. Tortni girib